Assalomu alaykum. Efirda Munozara maydoni talk shousi. Bugun ham Munozara maydonimizda barchamiz uchun foydali bo'lgan mavzularda fikr mulohazalar yuritamiz. Studiyamizga ham mutaxassislarni taklif etganmiz. Darvoqe, mavzuda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Biz to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Agar sizni mavzu qiziqtirayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimiz orqali, albatta ushbu manzillar ekran orqali sizga ko'rsatiladi. Ushbu manzillarga SMS tariqasida savollaringizni, fikr mulohazalaringizni yozib qoldirish yoki 72 kodi bilan 226 0841 raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni, savollaringizni albatta bizga yo'llaysiz degan umiddamiz. Bugun biz jamiyatimizda dolzarb va o'ta muhim masala xotin-qizlarga nisbatan raqamli zo'ravonlik haqida suhbat yuritamiz. Barchamiz guvoh bo'lamizki, raqamli makonda zo'ravonlikning qator xavfli shakllari paydo bo'ldi va bu yil sayin kengayib boryapti. Raqamli zo'ravonlik ijtimoiy tarmoqlar orqali avj olayotganligining ham guvohi bo'lyapmiz. Afsuski, bu illatlardan bugungi kunda o'zbek xotin-qizlari ham jabr ko'rmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda turli ilovalar orqali haqorat, tahdid, kamsitish, feyk xabarlar yoki shaxsiy ma'lumotlarning tarqatilishidan ayollarimiz ham aziyat chekyapti. Ayniqsa, voyaga yetmagan qizlarni internet orqali aldov yo'li bilan haqoratlanishi va ularning intim foto videolarning tarqatilishi yo shu orqali qo'rqitish kabi holatlar oxirgi paytlarda bizda ham kuzatilib boryapti. Bugungi studiyamizga yig'ilgan mutaxassislar bilan va siz aziz teletomoshabinlarimiz bilan birgalikda aynan shu mavzularda fikr mulohazalar yuritamiz va biz bugun shunchaki mulohaza yuritmaymiz, balki muammoni tan olishimiz va yechim izlashga va barchamizni birlashishga chorlab qolamiz. Demak, siz ham faol bo'lasiz, biz bilan birgalikda ishtirok etasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsiz. Albatta mavzudan xabaringiz bor. Bugun butun dunyo aynan ushbu mavzu bo'yicha ishlarni olib borishyapti va xotin-qizlarimizni aynan raqamli tajovuzlardan qutqarish maqsadida ko'plab ishlar rejalashtirilgan va amalga oshirilyapti. Har yili dunyo bo'ylab, jumladan O'zbekistonda ham 25-noyabrda 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi start oladi. Joriy yilgi kampaniya xotin-qizlarga nisbatan raqamli zo'ravonlikka barham berish uchun birlashaylik shiori ostida bo'lib o'tyapti. Mazkur tadbirlar viloyatimizda qay tartibda o'tkazilyapti? Mutaxassislar bu borada qanday fikrlarni ilgari surishga harakat qilyapti? Marhamat, Oftoba opa, eshitamiz. Mana butun dunyo bo'yicha xotin-qizlarga bo'ladigan va aholiga bo'ladigan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha tadbirlar o'tkazilyapti. Jumladan mana Jizzax viloyatida ham mana shu tazyiq zo'ravonlikni oldini olish maqsadida yaqinda mana shu Pidinusda juda katta kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishda yoshlarimiz, uy bekalari, aholi juda ham faol ishtirok etishdi. Jizzax viloyatida 772 mingdan ziyod xotin-qizlar bor. Mana shu 10 oylik davomida shu xotin-qizlarimizdan 2800 tasiga himoya orderi berilgan. Mana shu himoya orderi berilgan xotin-qizlarimizni ta'limdan 51 tasi zo'ravonlikka uchragan, mana jamoat joylarida uchragan, 2200 tadan ziyodi er bilan xotinda o'rtasida bo'ladigan zo'ravonlik natijasida erga xotinga nisbatan berilgan himoya orderlari bor. Biz mana shu xotin-qizlar o'rtasida, voyaga yetmaganlar o'rtasida zo'ravonlikni oldini olishda biz faol bo'lishimiz kerak. Jamoatchilik vakillari, mana mahalla fuqarolar yig'inidagi keng jamoatchilik tuzilmalari tashkil qilingan. Agar shu mahallada yoki ta'limda yoki ko'cha-kuyda tazyiq zo'ravonlikka uchragan holatlari bo'lganda 1146 telefonlari kechasi kunduzi ishlaydi. Mana shunga xabar berilishi va hozir butun dunyo bo'yicha hamma joyda bir xil belgi ko'cha-kuyda ketayotgan joyida agar zo'ravonlikka uchragan bo'lsa, juda ko'p holatlar bo'lyapti. Voyaga yetmaganlar, maktab o'quvchi yosh qizlarimizga, hattoki bog'chaga borayotganlarga ham qandaydir zo'ravonlikning turlari sodir etilyapti. Ana shu payti biz aholi o'rtasida aytishimiz kerak, belgi berish kerak. Hozir men shu belgini ko'rsataman, qanday qilib berish kerakligini. Ko'cha-kuyda ketilyaptimi? Mana shu holat zo'ravonlikka uchraganda belgisi bo'ladi. U bo'ya uchragan ayol ayta olmaydi yoki bo'ya voyaga yetmagan qiz ayta olmaydi, davshini chiqarib ayta olmaydi. Agar mana shu belgini kim ko'rsa
bozorda ko'radimi, maktabda ko'radimi yo ko'cha kuyda ko'radimi, zo'ravonlikka uchrayotgan holatni guvohi bo'lgan bo'ladida va 1196 ga xabar beriladi. Xabar berilgan ma'lumotlar sir saqlanadi, hech kimga aytilmaydi. Ichki ishlar xodimlari va tegishli mutasaddi tashkilotlar bu holat bilan shug'ullanishadi. Mana ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p yomon holatlar sodir etilyapti. Biz ko'ryapmiz, turmushga chiqmagan qizlarimiz, voyaga yetmagan qizlarimiz, ayollarimizni sha'niga har xil gap so'zlar, rasmlarda o'zgartirilganligi bu avvalambor bizning mentalitimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. O'sha oiladagi tarbiyani buzilganligi, o'sha holatlarni sodir etayotganlarni o'sha farzandlari yoki bir qaysidir tashkilotda ishlaganlarni tarbiyasiga qandaydir salbiy ta'sir borligidan namoyon bo'ladi. Yana shuni men ta'kidlab o'tamanki, biz agar keng jamoatchilik o'rtasida targ'ibot, tushuntirish ishlarini olib bormasak, mana shu xotin-qizlarga bo'ladigan, voyaga yetmaganlar o'rtasida bo'ladigan ta'ziq, zo'ravonlik kundan kunga kuchayib boradi. Biz hamisha hushyor bo'lishimiz kerak. Yana masala mana shu IT bilimlarini olish maqsadida o'quv kurslari ochilgan. Mana shunga hamma xotin-qizlarimiz, yoshlarimiz albatta borishyapti, ishtirok etishyapti. Lekin o'rta yoshdagi, mana bizning yoshimizdagilar uni tushunib yetishmaydi. Lekin guvohi bo'lishyapti. Uni qanday oldini olish, qanday xabar berish, bularni ham ular bilmaydi. Men o'ylaymanki, mahalla fuqarolar yig'ini mana shu ko'chama-ko'cha, xonadonma-xonadon jamoatchilik vakillari bilan birgalikda doimo har kuni targ'ibot ishlarini olib borilsa, biz juda ham ko'p yaxshi natijalarga erishamiz deb o'ylayman. Albatta. Raqamli zo'ravonlik bir qarashda ko'zga ko'rinmaydigan va odamlar e'tiboriga tushmaydigan holat bo'lishi mumkin. Lekin u inson psixologiyasi va salomatligiga, uning oilasiga, hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. To'g'rimi? Aynan biz mana shunday holatlarning guvohi bo'lsak yoki shunday holatlarni mahalladoshimizda, qo'shnimizda, yaqinlarimizda sezadigan bo'lsak, biz u bilan qanday ishlarni olib borishimiz kerak bo'ladi va qayerga qanday murojaat qilamiz va ularning psixologiyasiga qanday ta'sir ko'rsatishimiz mumkin? Marhamat. Agarda shunday holatga duch kelsak, ko'pincha bizda yashiriladi, to'g'rimi? Birov bilmaslikka harakat qiladi, birov eshitmasin, bilmasin degan holat bo'ladi. Zarbdor tuman kengashi deputatiman, kotibiyat mudiri. Bunday holatga kelganda birinchi navbatda o'sha mahalla faoli yoki albatta mahallaga murojaat qilish kerak birinchi navbatda. Chunki mahalladagi boshqa joyga ayta olmaydigan gaplarni mahalladoshiga yoki o'sha mahalla faoliga aytishi mumkin. O'sha orqali keyin mahallaga murojaat qilishga ham ko'pchilik tortinishadi-da, o'zini mahallasida aynan mana shu gap so'z tarqab ketmasligi, o'zini sirini o'zi ochib qo'ymasligi uchun-da. Balkim Oftoboy opam aytib o'tayotgan raqamlarga murojaat qilish kerakmikan? Nima deysiz? Endi bu to'g'rida haqiqatan ham raqamlar ham bor. Doimiy ularga huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy hamma tomonlama yordam beradigan markazlarimiz ham 24 soatlab ishlaydi. Bundan tashqari mana shu ichki ishlar xodimlari ichida albatta mana shu ayol xotin-qizlarimizni ishlashlari ham bu o'sha xotin-qizlarimizni murojaat qilishlari uchun bir yaxshi imkon. Chunki ilgarilari hamma erkaklardan bo'lardi, unga aytishga baribir tortinardi. Ularga agar bir og'iz telefon qilsa, ular hech kimga anaqa qilmagan holatda o'zi bilan individual alohida gaplashgan bo'lardi. Gaplashib o'shanga yordam berish mumkin. Mana shunday zo'ravonliklar xotin-qizlarimizning hayotiga, ularning psixologiyasiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Albatta, buni psixologiyasiga ruhan ham ta'sir qiladi. Sababi u doimiy qo'rquvda bo'ladi. Qilayotgan ishini bilmaydi, o'zini boshqacha tutadi. O'shanday paytda jamiyatdan o'zini biroz olib qochishi mumkin. Unga vaqtida ko'mak bermasa bo'lmaydi. Shuning uchun boyagidek o'sha chuqurlashib ketmasligi uchun albatta unga birinchi navbatda shunaqa ayollar bo'lsa yoki qizlarimiz bo'lsa, mana shuni oldini olib, ularga tezda yordam berish kerak. Psixologik ko'mak berishimiz ham juda muhim hisoblanadi, to'g'rimi? Marhamat, fikrlaringiz.
Biz aytdikki, hozir tortinishi mumkin mahalladan deyapmiz-da. Shunday paytda biz mana hozir jamoatchilik bilan ishlayotgan a'zolarimiz bor, oqila ayollarimiz bor. Hammamiz birgalikda o'sha mahalla yettili bilan birgalikda yoki mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda maktablarda, oliy o'quv yurtlariga borib, mana shu xotin qizlarimiz, mana shu yosh qizlarimiz o'rtasida mana shu narsalarni, mana shu targ'ibot ishlarini, tashviqot ishlarini olib borsak, shu darajaga yana tazyiqqa uchragan yoki zo'ravonlikka uchrab qolgan qizlarimiz ham ko'pchilik ichida eshitib o'ziga xulosa qilib olishi mumkin-da. Biz ko'proq mana shu targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak. Tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak. O'sha raqamli bo'ladimi yoki yo'lda ketayotgan jamoatchilik ichida bo'ladimi? Biz hammasini har tomonlama mana biz oqila ayollar mana o'zimiz o'sha maktablarga borib, mana oliy o'quv yurtlariga borib, mana shunaqa ishlarni, tushunchalarni tushuntirish ishlarini ichki ishlar bilan ishlaydigan, mana xotin qizlar bilan ishlaydigan ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda targ'ibot, tashviqot ishlarini qanchalik ko'paytirsak, boyaga tushkunlikka tushib qolgan qiz ham o'shalar ichida bo'lishi mumkin. Eshitishi mumkin. Shunda tortinmasdan yoki birontamizga yoki o'sha mahalla faol xotin qizlarga ham aytishi mumkin-da. Biz ko'proq targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borishimiz kerak. Ularni ongiga biz ko'proq tushunchalarni yetkazib bera olishimiz kerak-da. Men shunday deb o'ylayman, bularni oldini olish uchun. Avvalambor oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Xotin qizlarimizni bugun aynan mana shu IT kurslarida o'qitishimiz, ularni media savodxonligini oshirishimiz, fake xabarlarni ajrata olish yoki mana bu intellekt orqali yaratilayotgan suratlardan xabardor bo'lish, aynan mana shu holatlarda ularni bilimini oshirib borishimiz kerak. Bilimini oshirib borishimiz kerak. Mana xonadon yurish deyilganda, o'sha mahalla yettalik bilan yoki xotin qizlar faollik bilan mana jamoatchilikda ishlayotgan oqila ayollarimiz birgalikda xonadonlarga kirib, o'sha uyda o'tirgan ayollarimizga ham o'zimizni tushunchalarimizni berib ketsak, ogohlantirsak, albatta biz shularni oldini olgan bo'lamiz. Internet o'rganish, muloqot qilish va rivojlanish uchun mo'ljallangan maydon bo'lishi kerak aslida. Ammo dunyo bo'ylab millionlab ayollar uchun u tajovuz va tazyiq makoniga aylanib borayotganining guvohi bo'lyapmiz. Jahon banki tahliliga ko'ra, dunyoda salkam 2 milliard xotin-qiz onlayn zo'ravonlikdan yetarlicha huquqiy himoyaga ega emas ekan. Aynan bu holat viloyatimizda ham uchrab turibdi. Bu haqida ichki ishlar xodimlari ham hozir studiyamizda ishtirok etyapti. Ularning fikrlarini eshitib ko'ramiz. Marhamat. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarimizni joylardagi tegishli xodimlarimiz, ya'ni inspektorlarimiz tomonidan o'sha qanaqa holatda bo'lsa ham jabrlangan, masalan, ommaviy axborot nimalaridan yoki boshqa tazyiq zo'ravonlikda turli nimalari bor, turlaridan, ko'rinishlaridan jismoniy, jinsiy, moliyaviy, iqtisodiy tomonlama jabrlangan bo'lsa, bizani ichki ishlarga murojaat qilishadi yoki 102 tomonidan bizaga murojaat kelib tushganda tegishli tartibda o'sha joylarga chiqariladi. O'sha joylardagi tegishli o'zimizning inspektor xodimlarimiz muammoni o'rganib, bu bo'yicha bizani qizlarimiz ham bor. Tumanlarda boya ayol xodimalar qo'yilgan deb muammolarni ko'rib chiqib, bevosita o'sha keng jamoatchilik bilan birgalikda ularni murojaatiga qarab himoya orderini rasmiylashtirib beramiz va cheklovlarni tushuntiramiz. Zo'ravonga nisbatan o'zini ma'lum cheklovlari bor. Bu bo'yicha ushbu cheklovlar bo'yicha o'z o'rnida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 206(1) moddamiz bor. Bir qancha zo'ravonlarimizga nisbatan o'sha hujjatlarni tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirganmiz, ya'ni o'sha himoya orderi chekloviga amal qilmagan zo'ravonlarimizni o'sha jinoyat ishlari bo'yicha o'sha tumanlardagi shahar sudlariga chiqarib, ularga nisbatan tegishli tartibda jazolarni qo'llab kelmoqdamiz hozirgi kunda. Ya'ni jabrlangan xotin-qizlarimizni qonuniy manfaatlarini doimiy ravishda himoya qilib, bu bo'yicha targ'ibotlarni mana joylarda olib boryapmiz. Tumanlarda, oliy ta'lim muassasalari, maktablar, barcha joylarda keng joriy qilingan hamkorlikda, birgalikda olib boryapmiz. Shu o'rinda savol tug'iladi-da, xotin-qizlarimizni raqamli zo'ravonlik qurboni bo'lishiga nimalar sabab bo'lyapti? Mana siz juda ko'p talabalar bilan, xotin-qizlarimiz bilan suhbatda bo'lasiz. Bu bo'yicha aynan o'zim hozirda Jizzax davlat pedagogika universiteti xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektori lavozimida ishlab kelmoqdaman. 12 oylikka qaraydigan bo'lsak, jami bir 11 nafar talaba qizlarimizga nisbatan biz himoya orderi rasmiylashtirib berdik.
asosiy ko'pchilik muammolarimiz o'sha talabalarimizni ko'proq o'sha qonunni bilmaslik, o'zlarini huquqlarini himoya qila olmasliklari, kimgadir qaram bo'lib qolishlari, asosan o'sha himoya orderi bergan nimalarimizda oilada o'z o'rnini topa olmaslik, ular ta'limdan borib to'g'ri oilaga yoki universitet miqyosida ko'pchilik talabalarimiz erta turmush qurishadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kurslarda, ya'ni bitirmasdan ular ta'lim jarayonidan to'g'ridan to'g'ri nimaga oilaviy hayotga qadam qo'yib, muhitni bilmaydi, oiladagi muhit, bu yoqda o'qish, birmuncha vaqtdan keyin farzand tarbiyasi va shunaqa nimalar ichida ularimiz o'zlariga bir yo'l topolmay qoladida va bundan keyin ijtimoiy tarmoqlardan o'zlariga do'st qidirishga harakat qilishadi. Qandaydir oiladagi muhiti nima bo'lib, ular o'zini o'sha hozir bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda nima deydi? Hayot boshqa, ijtimoiy tarmoq boshqa deymiz. Mana Instagram, real hayotdan Facebooklarni tomosha qilishadida, hayot bunday ekan, men bunaqa sharoitda yashayapman ekan deb o'zlariga noto'g'ri xulosalarni olib, qonunni bilmasdan noto'g'ri qadam qo'yib qo'yishadida, keyin murojaat qilishadi va sal qiynalib qolishadi bu bo'yicha nimalarda. Bu borada mening ham fikrim bor edi. Avvalambor ayollarimizni, xotin-qizlarning tazyiqqa, zo'ravonlikka uchramaslikning oldini olishimiz kerak. Buning uchun har bir oilada o'sha qizlarimiz, ayollar, rafiqalar, kelinlarga o'sha e'tibor, mehr, ularga nisbatan o'sha oiladagi mehr muhabbat agar kuchliroq bo'lsa, men o'ylaymanki, o'sha ayollarimiz o'sha raqamlashtirilgan media aldovlarga uchrab qolmaydi. Sababi mana kim masalan o'sha telefonda vaqti ko'proq odam o'sha telefon bilan bog'lanib qoladi, band bo'lib qoladi. Uyda agar mana shu dasturxon atrofida o'tirganimizda mana ko'p oilalarga e'tibor bersak, dasturxon boshida ham telefon bilan o'tirgan holatlarimiz ham bo'ladi. Demak, mana shu xotin-qizlarimizga tazyiqqa uchramaslik bu erkaklarning zimmasiga tushib qolyapti. Sababi mana shu erkaklar qizlarimizni ham nazoratini ko'proq olsa, rafiqalarga, kelinlarga ko'proq e'tiborli bo'lsa, menimcha bu holatlarning oldi olingan bo'lardi. Agar mana shunday holat uchrab qoldi deb deylik, masalan o'sha ayollarimiz bilib bilmasdan mana shunday aldovlarga uchradimi, birinchi navbatda bu xotin-qizlar, ayollar oiladagi oila qaynonasi, onasi mana shunday insonlarga murojaat qilib boshlash kerak. Ulardan o'ziga kerakli tavsiya, maslahatlarni olib, agar o'sha xonadonda kattalar, ya'ni yoshi ulug' qaynonalar, onalar kerakli maslahat bera olmasa, mana opamiz aytganday, har bir mahallada oqila ayollarimiz bor. Mana shu oqila ayollar orqali, birgalikda ichki ishlar xodimlari orqali bu masalaning oldini olsa bo'ladi deb o'ylayman. Erkaklarimiz ham fikrlarimiz. Masalani bir tarafi borda, haqiqatdan ham mana shunday raqamli zo'ravonlikka uchrab qolishda shu xotin-qizlarimizni ham ba'zilarini o'zlarini ham aybi bo'ladi. Anaqa o'shani qiziqib kiradida, keyin o'shadan o'zlarini tortib ola olmaydi, o'sha chiqib keta olmaydida. Keyin mana shu zo'ravonlikka uchrab qolgandan keyin uni yashiraman deb yana xatoni ko'proq qiladi. Bir xato qildimi, yana ikkinchisini, uchinchisini boshlab qo'yadida. Shuning uchun o'shani o'rniga o'ziga kerakli boshqa hunar bilan yoki boshqa bir hech bo'lmaganda kitob o'qib ma'naviyatini oshirsa, menimcha ajrata bilish kerak. Qaysi xabarlar to'g'ri yoki qaysi xabarlar mana shu yolg'on xabarlar ekanligini. O'zimizni xatti-harakatimizga, bilimimizga, odob axloqimizga ham bog'liq. To'g'rimi, Fani opa, nima dedingiz? Albatta. Bemalol gapiravering. Mikrofon bor sizda. Demak, mana bu masalaga ilmiy yondashaylik. Bu butun dunyo uchun jahonda eng birinchi muammolardan top 10 talikka kiryapti hozir. Top 10 talikka eng muhim jahonda azob berayotgan, juda katta hal qilishi qiyin bo'lgan, aniqlash qiyin. Kimligini, nega bularni nima qilish? Endi olimlar bu masalani tadqiq qilyapti. Har bir mamlakat butun jahonni nima qilib olganda bu masalaga nega paydo bo'ldi?
Nima uchun bu shuncha keng rivojlanyapti? Mana sun'iy intellektning paydo bo'lishi, raqamlashtirishning hayotimizga kirib kelishi juda katta pluslari bor. Lekin minuslarini ham inkor qilib bo'lmaydi. Plusidan foydalanganda minusiga tayyor turishimiz kerak. Nima bilan jahon bo'yicha bolalar orasida bir nimani bullying masalasi qo'yildi. Bullying qo'rqitish, uni kamsitish, chetga. Bilasizmi, qanchadan qancha maktab yoshidagi bolalar stressda yuradi. O'g'il bola, qiz bola bu yerda nima? Lekin qizlarga nisbatan ko'proq bo'lyapti. Ular qo'rqqanini aytmaydi. Undan keyin ular bitta masalani aniqlab olaylik, mahallada ham yurganda aytaylik. Men mahallada ko'p chaqirsalaring yo'q demayman, boraman. Ko'p borganda har safar ayni ayollar bo'ladi. Tadbir o'tdi, kimlar uchun? Tadbir har safar mahallada qancha ayol yashaydi? Hali har safar bir xil gaplarni eshitib, o'zi endi bu xatoni qilmay turganlar bilan gaplashish unchalik to'g'ri emas. Endi mana bu masalada biz gunohkorni gunohkor qilamiz. O'zing demak, yo borgansan, yo aytgansan, yo qilgansan, yo rasmni nega qo'yding, u yerga nega bording, buni nega qildingga o'tib ketyapmiz. Mana bu holatlar dunyo bo'yicha juda katta foizga ega. Shuning uchun tazyiqqa uchragan shakliga qaramasdan avval jismoniyni birinchi o'ringa qo'ydik, hozir ma'naviy ketyapti. O'zini joniga qasd qilganlar bo'lyapti. Yoshgina bolalar aytolmaydi, aytsa ishonmaydilar. Ota-ona ham beparvoroq qaraydi. Hozir xorijda bu masalaga juda katta e'tibor beryaptilar. Ota-ona mana bu masalalarda juda katta bilimga ega bo'lishga harakat qilyaptilar. Ma'lumlar hammasi nega deganda bola psixologiyasi boshqa. Biz o'zimiz chidamaymiz. Ana bolacha buni nimasidan kela olmaydi. Qizlar, ayniqsa qizlar muammosi katta gap. Chunki uni sha'ni ketyapti. Ana shu sha'ni ketayotganda unga tuhmat qilinyapti. Uni mana bunday o'rtaga chiqaryapti. Maqsad nima? Ana shu qizni nimagadir bo'ysundirish. Undan keyin xotin qizlarga bo'lganda kimdir vazifada ishlaydi, uni qo'lida mana bu sekretniy manbalar bor, yo pul manbalari bor. Ana shuni uning nimasi bilan foydalanib qolish uchun qilingan nimalar ham bor. Shakllari juda ko'p. Endi bu yerda gapirsa ancha narsani aytib qo'yish mumkin. Men mana shu fursatdan foydalanib umum gaplarni aytmasdan aniq ishlar qilaylik. Aniq nima? Mana hozir O'zbekistondagi ayollarning raqamli nimaga kirishida 35 yoshdan keyingi ayollarning orasida juda kam biluvchilar. Juda to'g'ri aytayapti, boshlovchi ham nima beryapti? Savodxonlik kerak-ku. Telefonni mana bunday nimani olganda faqat nima qilish uchun emas-ku. Ana shu foydalanishni bilish, internetga kira olish, to'g'ri yolg'onni topa olish va ana shuni bolalarga bolalikdan aytib turinglar, nevaralarga aytinglar. Chunki sizlar aytmasalaring u hali uni bilguncha, qayerdadir bir eshitguncha bu suhbat tushadimi yo'qmi, vaqt o'tib ketadi. Uyda biz har kun ko'ramiz. Bolalarimizni, nevaralarimizni ko'ramiz. Ogoh bu dunyoda mana bunday bo'layotgan ekan, qara bunday bu narsalarga nima o'zingning nimangni berma, o'zingning shaxsingga tegishli ma'lumotlarni berma, kirma. Ko'pi bilmaydi, bilmaganlikdan qiladi. Kim bilyapti bunda ketdi deb o'ylaydi. Juda ko'p ayollar mana shu nimaga tushib qolyapti. Ayniqsa o'smir yoshidagi yigit qizlarimiz ham aynan mana shu raqamli juda ko'p zo'ravonliklar tajovuzga uchrab qolyapti-da. Ayniqsa o'smir qizlarimiz. Yaqinda bir holatni biz aniqladik. Mana shu viloyatda bo'lgan, endi qaysi tomonda bo'lganini sir saqlanadi, bilasiz o'zingiz. Telefonda yoshgina qiz, 19 yoshar qiz telefonga kirib bir yigit bilan tanishadi. Bu O'zbekiston fuqarosi emas. Men seni yaxshi ko'rdim, sevib qoldim. Meni kut 3 kundan keyin men seni boraman-da, senga uylanaman. Men shu davlatga olib kelaman, men sen bilan baxtli yashayman deydi. Boyagi qiz telefonda bo'lgan holatda uni bilan shunday video vizitda gaplashadi. Unga ishonadi. 3 kechayi 3 kunduz boyagi qiz uxlamasdan uni kutadi. Oxir oqibat nima bo'ladi? Mana vrachlarimiz aniqlagan kechasi 1 dan keyingi bo'lmagan uyqu
odamda kasallik chaqirar ekan. Boya qiz 3 kecha 3 kunduz uxlamadimi, keyin endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, aqldan ozadi. Uni olib borib kasalxonaga yotqizildi. U mani keladi, mani kelib olib ketadi. Mana to'yim bo'lishi kerak. Shunchalar ishongan, u 3 kecha 3 kunduz uxlamaganligi natijasida kasal bo'lyapti. Telefondan biz to'g'ri, telefon kerak hammamizga. Faqat undan to'g'ri foydalanish kerak. To'g'ri foydalanish kerak. Uni 2 soat, 3 soat, 4 soat ko'rib o'tirish kerak emas. Kerakli ma'lumotni olishimiz kerak, kerakli ma'lumotni berishimiz kerak. Biz tushunmay, mana o'rta yoshdagilarimizda juda ko'p holatlar. Hattoki shunday holatlar bo'lyaptiki, Fani opa, mana farzandlarini rasmlarini qo'yishyapti. U rasmlar saqlanib qoladi. U qaysi bog'chaga boradi, qaysi maktabga boradi, u bir o'zi qay vaqt keladi. Voyaga yetmaganlar o'rtasida zo'ravonlik paydo bo'lyapti. Shundan foydalanish holatlari ko'payyapti. Jinsiy zo'ravonlik paydo bo'lyapti. Keyin boya yuqorida aytganingizdek, ular ertaga o'limga ham olib kelishi mumkin. Yo'q, mana biz farzandlarimizni jahonda nima bor, manbalar bor. To'g'ri. Qanchalik ana 15 yoshindagi juda talantli bir bola shunaqa nimaga qolgandan keyin o'zini nima yozdirib qoldiradi. Oiladan unga juda ishonib, juda bu kelajakda buyuk olim bo'ladi deb o'tirgan bola o'zini osib qo'yadi. Yana bitta faktni aniq qilib aytaman. Yaqinda mana bizlarda qadriyatlar maskanimiz bor. Oilaviy ajrim masalalari bo'yicha biz ko'ramiz. Keldi kelinchak, qarang. Ayasi o'zini onasi bilan telefonda gaplashyapti-da, har xil ma'lumotni berib qo'yapti. O'zi bilmagan holatda endi turmush o'rtog'i unga nisbatan zo'ravonlik qilyapti. Sen uyda ma'lumotni aytyapsan, onang meni onamni haqorat qilyapti. Oilaviy ajrim. Mana u homilador yashamayman deyapti. Hali mana shu holat bo'yicha tortishuv bo'lyapti-da. Telefondan faqatgina mana shu hozir ko'rsatuvda ko'rib o'tirganlar, telefondan to'g'ri foydalanishimiz kerak bizlar. 5 yosh farzandni qo'liga ham telefonni beryapmiz. Maktab o'quvchisiga ham beryapmiz. O'zimiz serial ko'ramiz. Boya bolalar telefonga kirib ketyapti. Telefonda juda ko'p bizlarda tarbiyamizga ta'sir qiladigan holatlarimiz bor. Endi ayniqsa yosh qizlarimizni, yosh yigitlarimizni o'smirlik davri bor, balog'atga o'tish davri bor. Ularga ta'sir qiladigan har xil filmlar, qisqa filmlarni qo'yib yuborishyapti. Ota-onalar biz qayerga qarayapmiz? Biz nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Mayli, targ'ibotni qilaveramiz, lekin telefonni faqat ota-ona nazorat qiladi. Maktabga kerak emas, yaqin maktabga boradigan farzandlarga telefon kerak emas. Mayli, telefon kerak bo'lsa, mana xalq ta'limi olib qolib qaror bor o'zi. Alohida farmon qabul qilingan. Ana shu telefonlarni olib qolish kerak. Faqat men maktabdan chiqdim, uyga boryapman degani. Mana olimlar shunday xulosaga kelyapti, psixologlar bu tavsiya qilyaptilar. Bolalar bilan gaplashish kerak. Bolalarga mana sen mana bunday bo'lib qolishi mumkin. Senga nisbatan mana bunday bo'lishi mumkin. Ehtiyotli bu. Buni umum borib bir joyda emas, oilada gapirilishi kerak. Buvalar. Men hozir ana prezident olimpiadasida qizchalik chempion bo'lganini ko'rdim. Jahon chempionini ko'ryapmiz. O'sha bolalar bolalikdan kimdir olib borganmi? O'zi borib, o'zi kelganmi? O'ziga o'zi ustoz tanlaganmi? Ana shu voyaga yetkazganda uydagi tarbiya emasmi? Yorqin misoli. Olimpiadalarda, fan olimpiadalari, sport olimpiadalari, har sohada g'olib bo'lganlar uyda tarbiya olyaptimi? Demak, ota-onaning ishda yursin, yoshlar mayli. Bobo-buvalar bormi? Hammamiz demak, birinchi o'ringa nimani qo'yishimiz? Bola dunyoga moslashib o'ssin. Dunyoning xavfi borligini ham bilsin. Shu xavfni o'zi sezmagan holda unga ham kelib ketishini tushuntirishimiz kerak. Fayya aytmoqchisizki, birinchi navbatda albatta oilada tarbiya kerak. Agar bu tarbiya bo'lishi uchun ertalabdan dasturxon, masalan, atrofida nonushtada o'tirgan paytdanoq boshlash kerakki, mana shu farzandlarimizga, nabiralarimizga o'sha dasturxon ustida ham yaxshi narsalarni, yaxshi gaplarni aytishimiz kerak. Shundagina ular biz oilada kamroq gaplashyapmiz-da, bir-birimiz bilan, ayniqsa farzandlarimiz bilan. Juda sog'inib qolyapti bolalar. Nabiralar ham hamma ishda
xuddi xayolimda hozirgi oxirgi paytlarda o'sha ota onalar ko'p moddiylikka ko'p berilib ketyaptida, ma'naviy tomonga e'tibor bermayapti. O'zi birinchi navbatda kelganda ma'naviy telefon bilan tomonga e'tibor bandmiz. berishimiz kerak. Ma'naviyatli insondan hech qachon bir yomonlik chiqmaydi. Albatta mana shunday ko'p buyuk jadidchilarimiz takrorlagan o'sha tarbiya hayot mamot masalasi ekanligini hammasi aytib, mana shu birinchi navbatda farzandingizdan kelajakda nimadir kutmoqchi bo'lsangiz, albatta uni ma'naviyatli, kitobxon, o'qiydigan, bir bilim oladigan farzand qilib tarbiyalash. Buning Bu uchun ertaga ota-onalar- o'ziga Aha. qaytadi. Sababi nima eksang shuni o'rasan degandek, bir yaxshi tarbiya bergan bo'lsa, demakki o'sha qaraganida shundan bir rahmat eshitadigan farzand O'smir bo'ladi. yoshlarni, balog'at yoshidagi yoshlarimizni aynan xulq-atvoridagi o'zgarishlar, ularni telefonga mukkasidan ketayotganligini dastlab oilada ota-onalar sezishadi, to'g'rimi? Ota-ona odobli bo'lishi Lekin kerak. ba'zida ota-onalarning o'zlari ham aynan telefon bilan bandda. Shuning uchun ham mana shu yoshlarimizni qaysi tomonga boshi berk ko'chalarga kirib qolayotganligidan bexabar qolyapmiz. Marhamat. Avvalambor mana bu men yuqoridagi gaplarga qo'shilib qisman bir narsa aytaman. Hammamiz mana o'z gapiramizda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakda. Mana mahalla deymiz, men o'zim mahallada ishladim, mahalla raisi ham bo'ldim. Bevosita hozir ham Nuroniyda ishlayman. Shu ko'p narsaga hozir aytsam qanday fikrga kelasizlar bilmadim, lekin bir narsaga e'tibor berishimiz kerakda. Hamma narsani avvalambor o'zimizdan boshlashimiz kerak. Oiladan boshlashimiz kerak. Nimaga? Mana e'tibor bersangiz, mana Oftob opa siz ham ishlayapsiz. Mana opajon sizlar ham hammamiz bilamiz. Har qanday oilaga borsangiz, qanaqa oila, u qat'iy nazar. O'rta holmi, kambag'al deymizmi, yo bundayroq oila deymizmi? Har qaysida shunday telefonlar bor, shapaloqday, u telefonlar palon sum turadi. Boring $500 men bilmayman lekin. Bunaqa. Mana o'zim telefonim oddiy bir, lekin hayron qolasizda. Mahallalarga mana Oftob opa kelishadi, yordam so'rabda, bir menga deydi, bunday yordam bering, ana deydi-da, telefonini shunday ko'rsangiz, u telefonni og'zingiz ochiladi. 10 millionlik, Bitta narsa. 20 millionlik telefon. Ana endi shunday oilalar bor, o'zimizda bilamiz. Hammasida telefon bor. Oilada 10 ta kishi bo'lsa, hammasida telefon bor. Lekin ularda kitob deysizmi yoki bir ma'naviy, mana bu yuqorida aytganlardek ma'naviy oziqa deymizmi, boshqa mana televideniya ko'rish yoki bo'lmasa boshqa tomondan oziqa olish, mana yig'ilishlar, kutubxonalarga borish va hokazo. Ana shuning uchun menda shunday anavi borki, men opa ham to'g'ri aytdilar, birinchi o'zimizdan boshlashimiz kerak. Ya'ni o'sha telefonlarni nima deymiz, yoshlarga, balog'atga yetmagan deymiz yoki qizlarimizga buni taqiqlash desak birdan noto'g'ri bo'ladi. Taqiqlay olmaymiz ham bugun. So'zlashishga, qayerdaligi, kim bilan yuribdi, nima ish qilyapti, o'qishdan kelyaptimi, ishdan kelyaptimi, shunday qilsak-da, boyagi telefon anasini kamaytirsak, ya'ni o'zimizdan boshlasak. To'g'ri foydalana olish kerakligini uqtirib borishimiz kerak demoqchisiz. Oilada kelasiz, o'zimizda ham bo'ladi. Yashirmaymiz, o'zimizda ham, o'zimizda bilan emas. O'tiramizda, boyaga telefonni tutkilaymiz. Kelinlarimiz ham, qizlarimiz ham, qo'ni qo'shnilarimiz, singillarimiz ham telefonni tutkilashdan boshlanadi. Eng asosiysi bizda shunday illat bo'lib qolganki, bizlar boyaga ijtimoiy tarmoqni ochganimizdan salbiy tomonlarni ko'rishni xohlaymiz. Shov-shuvli To'g'risini voqealar. aytish kerak bu yerda. Salbiy tomonlarni ko'rib, bunday bo'libdi, yo'q, bunday bo'libdi deymiz. Mana o'zi apa aytganlardek, olimpiada chempionlari yo boshqalarni ko'ramiz, ha deb ketamiz, o'tib ketamiz. Buni inkor qilmaslik kerak. Buni nimaga ana shundan bizni farzandlarimiz yoki nevaralarimiz shundan oziq oladi. Ayni paytda bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizdan bizga fikr yetib kelgan. Assalomu alaykum. Juda yaxshi mavzuni ko'tarib chiqibsizlar. Sizlarga katta rahmat deganlar. Bu borada mening ham fikrlarim bor. Bugun balog'at yoshidagi o'smir qizlarimizni aynan hissiyotga berilgan paytida yigitlar tomonidan yoki juda yoshi ulug' katta insonlar tomonidan ham erkaklar tomonidan ularni aldanishi, turli gaplar bilan ularni chalg'itish holatlari ko'p uchrayapti.
aynan maktablarda ham bolalarimizni balog'at yoshidagi mana shunday xavf xatarlardan qutqarish borasida o'qituvchilar ham qandaydir darsliklarga mavzularni kiritish kerakmikin? Bu mening shaxsiy fikrim deb yozib yuborganlar Farida opa. Marhamat, mikrofonni uzatasiz. Albatta, o'smirlik payti yoshlarimiz ko'proq maktabda bo'lishadi. Maktabda tarbiya fani bu. Bizning tarbiya fanidan, huquq fanlaridan dars beraman. 10 dan ortiq mavzularimiz bu. Masalan, o'zi ustoz aytdi, bullying degan narsa kirib kelgan o'zi. Bullying uni telefon orqali uyaltirish, laqab qo'yish, ruhiy ta'sir ko'rsatish, jismoniy ta'sir ko'rsatish mumkin emasligi ta'kidlanadi. Undan tashqari soxta xabarlar ortida nima bor degan mavzularimiz bu. Mediada foydalanganlikda va soxta xabarlarni, fake xabarlarni haqiqiy xabarlardan qanday ajratib olish kerakligi to'g'risidagi bir qancha shunga o'xshash mavzularimiz bu. Shu mavzularimizga mana shu bir hafta oldin ana bullying bo'yicha kelajak soat darslarimiz bo'ldi. Mana shu hamma sinfda o'sha kuni. Kelajak soatimizda masalan maktabimizda 40 dan ortiq sinf bo'layotgan bo'lsa, 40 dan ortiq sinfda shu bullying haqida to'liq ma'lumot berildi. Uyaltirish mumkin emasligini, ularni laqab qo'yish mumkin emasligini, bir-biriga jismoniy, ruhiy ta'sir qilish mumkin emasligini, xoh hayotda, xoh mana shu internet orqali bo'lsa, hammasi bu qonun bilan ta'minlanishini konstitutsiyamizda yozib qo'yilgan. Masalan, insonning sha'ni, qadr qimmati oliy qadr hisoblanadi. Insonni mana bu haqida ma'lumot olish, uni roziliksiz ma'lumot olish, yig'ish, to'plash, tarqatish qonunga ko'ra zidligi har doim qo'yib boriladi. Men shu o'rinda yana gapirib ketay. Mana maktablarda voyaga yetmagan qizlarimizda, o'smirlarda fiziologik o'zgarish bo'ladi-da. Oqila ayollar harakati, jamoatchilik, mana mahalla xotin-qiz faollari maktablarga borib ma'naviyat darslari tashkil qilingan. Bundan tashqari, mana muhtaram yurtboshimiz tomonidan 87-sonli farmon qabul qilingandan keyin barcha joylarda oqila ayollar harakati tuzilmalari tashkil qilingan. Mana qadriyatlar maskanlari tashkil qilindi. Mana bizda oilaviy qadriyatlar bor, masalan, ma'naviy qadriyatlarimiz bor. Viloyat qadriyatlar maskanida har shanba kuni qizlar bilan uchrashuv bo'ladi. Bu yerda qizlarning tarbiyasiga salbiy holatlar haqida, qizlar jamiyatning ko'zgusi, oilani o'r nomusi mavzularida, milliy liboslar haqida mana shu qadriyatlar maskanida o'qishlar tashkil qilingan. Bu o'qishlarga qizlardan tashqari bu jamiyatda bor maktablar bilan bizlarning aloqamiz juda ham yaxshi, tarbiyasida o'zgarishi bor qizlarimizni shu maskanga chaqirib, xotin-qiz faollari, tegishli mutasaddi tashkilotlardan psixologlarni chaqirib biz o'qitamiz. Mana shunday ishlarni biz ayniqsa voyaga yetmagan qizlarimiz, yigitlarimiz bilan ko'proq shug'ullanishimiz kerak-da. Bu yerda ota-onani mas'uliyatli ota-ona degan dastur qabul qilindi. Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan mas'uliyatli ota-ona. Maktab ta'lim beradi. Tarbiyani ota-ona oladi, uyda oladi. Mahalla, maktab, oila konsepsiyasi bor edi. Mana shu asosda biz ishda olib borishimiz kerak. Ko'proq ta'limda olsa agar, bala ta'limda olsa, tarbiyasi o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bunda ota-onaning mas'uliyati bo'lishi kerak. Shuning uchun mas'uliyatli ota-ona dasturi qabul qilingan. Albatta. Bu bo'yicha ham ichki ishlarda yuqori sinf o'quvchilari deymiz, mana balog'at yoshidagi juda ko'plab bedarak yo'qolgan qizlarimiz borda, juda ham ko'p. Tuman, shahar bo'ylab, viloyat, respublika bo'yicha bular bilan o'zaro suhbat qilganingizda oilada qandaydir ma'naviy bo'shliq bo'ladi-da, ota tomonidan yoki ona tomonidan. Men o'ylayman, boya aytib o'tdilar, tarbiya maktabda o'qituvchi tomonidan beriladi. U uyida olish kerak hamma. Uyda nima muhit mustahkam bo'lsa, tarbiya mustahkam bo'lsa, u bunda hech qanaqa maktabda bitirish davrida ham, keyingi o'tish davrida ham farzand, ya'ni balog'at yoshidagi nima hech qanaqa to'siqlarga uchramaydi. Lekin uydagi ayniqsa mana shu farzandlarimizni mehr bobidagi kamchiliklari, aynan mana shu kemtiklari bo'lsa, ular mehrni, e'tiborni chetdan izlashga harakat qilishadi-da. Mana shu bedarak yo'qolganlarni ham qidiruv davomida ular kimdandir mehr kutib, dugonasinimi yo kimdir unga bir shirin so'z aytsa, o'shani xonadonidan oylab davomida topilmasdan o'shani xonadonidan topilishi mumkin. Ular bilan suhbat qilganda aytishadi, ota-onam ba'zilari befarq yoki ota-onam meni tushunmaydi. Ular bilan kelisha olmaymiz. Uyda muhit
umuman boshqa oilasini tushunsangiz yoki qizini tushunishmasligi mumkin yoki ota qiziga tarbiyada sal nima qilishi mumkinda. Shuning uchun oiladagi nazorat kuchli bo'lgan nimada talabalarimiz yoki balog'at yoshidagi qizlarimizda o'tish davri osonroq bo'ladi. Tarbiya mustahkam bo'lsa, Albatta. boyaginday bedarak holatlar ham kamroq uchraydi. Bizda o'zbekona mentalitet deymizda, haqiqatdan ham butun dunyoga maqtana oladigan o'zimizga xos bo'lgan urf-odatlarimiz, an'ana va qadriyatlarimiz bor. Biz albatta ularni qadrlaymiz, avloddan avloddan o'tishiga o'z hissamizni qo'shgimiz keladi. Lekin ba'zi hollarda zamonga qarab ham aynan mana shu urf-odatlarning ba'zi turlaridan voz kechishimizga to'g'ri kelyapti. Masalan, demoqchimizki, turmushga chiqayotgan qizlarimizga biz doim uqtiramizki, ayol kishi turmushga chiqqan qiz uydagi gapni ko'chaga chiqarmaydi. Uydagi gapni har qanday vaziyatda ham ko'chaga chiqarmagin deb tayinlaymiz. Hozir mana yuqorida kimdir ta'kidlab o'tdi, telefon orqali onasiga ma'lumotlarni yetkazib, oilada ajrim holatlari yetkazadigan ma'lumot bor, yetkazmaydigan ma'lumotlar bor. Lekin mana shu turmushga chiqayotgan qizlarimizga qanchalik to'g'ri ekan, uydagi har bir sirni saqlab qoling, ko'chaga olib chiqmang degan gaplar. Mana shu borada ham biz biroz o'zgarish kiritishimiz kerakmikin? Chunki u o'zini haq-huquqini bilishi kerak avvalambor, to'g'rimi? Marhamat, fikrlaringiz. Ba'zida oilada ham tazyiqqa uchrayotgan kelinlarimiz, qizlarimiz bor. Gapingiz to'g'ri. Mana shunday holatlarda biz oldini olish uchun mana Optoboy aytib o'tdi, viloyat mana qadriyatlar maskani, mana hayotga qadam qo'yadigan yoshlarni o'qitilyapti. O'sha mutasaddi o'qituvchilar, psixologlar, hoji onalar tomonidan o'qitilib, shu oila muqaddasligi tushunyapti. Har bir oila muqaddasligini tushuntirgan holatda o'sha kuni biz o'sha yosh oila, yosh kelin-kuyovlarni, onalarni, otalarni ham birinchi o'rinda onalarni taklif qilyapmiz. O'sha onalariga mana Optoboy bilan birgalikda, boshqa nimalar bilan birgalikda biz test savollar tuzganmiz. Onalarga siz qaynonalikka tayyormisiz degan so'rov asosida murojaat qilib o'shalardan test olib nima qilyapmiz-da. Chunki boyagi bir holni parvarishlasak, unga bir qancha 5-6 yil ketadi parvarish mevasini olganimizcha. Xuddi mana shu yosh qizimiz ham boshqa bir muhitga tushganda, o'sha tushgan joyda uni o'sha sharoitni o'rgatish uchun biz onalarga bog'liq. Albatta. Shu yerda qo'shimcha qilib ketay mana sizni savolingizga. Ba'zida bizda to'g'ri mentalitetimizdan qadriyatlarimiz kelib chiqadi-da endi. Qadriyatlarimizni qadrlashimiz kerak. Lekin biz o'ta kuchli qadriyatlarimizni saqlaymiz deb bir oilani, bir shaxsga nisbatan salbiy holatlarga duchor qilib, uni hayotini barbod qilayotgan holatlarimiz bor-da endi. Ba'zida. Endi boya yuqorida siz aytgandek, ota-onangga yetkazma, ering ursa ko'chaga emas, uyini tag'monga qarab qo'yish degan bizda iboralarimiz bor-da. Bu lekin noto'g'ri. Unda ruhiy zo'ravonlik paydo bo'ladi. Hayotdan saviydi. Oilasidan nari bo'ladi. Ertaga kunda agar shu davom etaversa, o'lim holatlari bo'lishi mumkin. Qadriyatlarimizni ham chuqur o'rgangan holatda qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'riligini biz to'g'ri talqin qilsak, hammasi ijobiy bo'ladi deb o'ylayman men. Albatta, marhamat. Shuncha fikr bildirmoqchi edim. Avvalo o'sha qaysi sirlarni aytish kerak, qaysi sirlarni aytmash kerak qadriyatimizda. Masalan, Obay aytganimizda qadriyatdan voz kechish kerakmi dedingiz-ku. Avvalo o'sha nima yeyapsan, nima ichibsan, nima kiyibsan, bo'lgan oilada nima muammo bo'ldi degan narsalarni aytish shart emas. Lekin unga ruhiy ta'sir o'tkazilayotgan bo'lsa, kamsitilayotgan bo'lsa, yo jismoniy ta'sir o'tkazilayotgan bo'lsa, bu narsa bu aytish shart bo'lgan narsa bilan. O'zi ustoz aytdilar. Bu oxiri fojiali narsa bu gap keladi. O'z joniga qasd qilish, borgan joyini tosh deb qo'ydi, joniga qasd qilish holatlari kelib chiqadi. Kalta yippansa, urishibdi, bor u yer o'rtada bo'lib turaversa, yo'q, baftasi so'rash kerak. Nima bo'ldi, nima uribdimi, so'kibdimi, nima emas. Buni hamma narsani surishtirib, anaqa qilish kerak. O'ylab harakat qilish kerak deb aytdilar. Biz muammo bundan katta bo'lib ketaveradi. Mana ko'rsatuvimiz avvalidan buyon raqamli zo'ravonlik, umuman xotin-qizlarimizni duch kelayotgan zo'ravonliklari, tazyiqlar qurboni bo'layotganligi haqida fikr bildirib o'tyapmiz-da. Bu borada sizlarning fikrlaringiz qanday? Biz qanday yo'l tutsak, aynan mana shunday holatlarni oldini olishimiz mumkin? Takliflaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, eshitamiz. Marhamat. Menda bir fikr bor.
Mana yuqorida yaxshi fikrlar bo'ldi. Yoshlarga oila, ota-ona birinchi navbatda shular tarbiyaga e'tibor berish kerak, xulqiga e'tibor berish kerak, telefonlarda gaplashish munosabatlarini bir yo'lga qo'yish kerak degan fikrlar bo'ldi. Bular hammasiga qo'shilamiz, to'g'ri fikrlar. Keyin maktabda tarbiya, maktabda ta'lim haqida ko'p yaxshi fikrlar bo'ldi. Unga ham qo'shilamiz. Lekin mana shu mahallada yettilik bor. Yettilik bir xil oldingi paytlarda mahalla, oila, maktab degan uchlik bo'lardi. O'sha uchlik maktablarga borib xulqimiz yoki ta'limda oqsoq qolgan o'quvchilarni borib muhokama qilardi, ko'rardi. Shunda bir sinfda 25 ta o'quvchi o'tirgan bo'lsa, 25 ta o'quvchining qolgan qismlar bittasini muhokama qilsak, qolganlari o'zidan xulosa chiqarib olardi. Men o'ylaymanki, hozir ham shu mahallada yettilik bor, yettilik hammasi yaxshi ishlar olib boryapti, o'z faoliyatini mana yoshlar yetakchisi bor, xotin-qizlar bor, hammasi ham o'zining ishini olib boryapti. Lekin mening nazarimda shu hozirgi yoshlarga, o'smirlarga, maktab o'quvchilariga yoki talabalarga nisbatan biroz e'tiborni kamaygandek mening nazarimda. Chunki o'sha yoshlar yangi telefonda gaplashish, psixologik ta'sir ko'rsatish, shularni nafaqat ota-onamiz ko'plari bilmaydi, qanday telefonda qanday gaplashyapti, nima qiladi, telefonda kamroq gaplash, bu deyish mumkin. Lekin uning yo'l yo'rg'i uslubi, qanaqa uslublarni ota-ona kerakli darajada bilmaydi. Mana xotin-qizlarimiz, yoshlar yetakchisi bu hozirgi ijtimoiy sohada qanday muomala qilish kerak, telefon bilan qanaqa gaplashish kerak, munosabatda bo'lish kerak, qanaqa uslubda bo'lish kerak, o'shalarni yoshlar yetakchisi biladi yaxshi. Xotin-qizlar biladi mahalladagi. O'shalarni mening nazarimda shular ham jalb qilinsa, biz yaxshi yoshlarimizga aytayotgan gaplarimizda yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, bu borada menda taklif bor deganlar. Ismim Shohrux. Aynan har bir mahalla hududida menimcha IT kurslarni tashkil qilishimiz kerak. Xotin-qizlarimizni, umuman uyda o'tirgan barcha insonlarni IT kurslariga jalb qilsak, menimcha bunday holatlarning oldini olgan bo'lardik deb fikr yozib yuborganlar. Marhamat, yana kimda qanday fikrlar bor? Ana shu otaxonni aytgan fikrlariga yana qo'shilaman men ham. Undan tashqari xotin-qizlarimiz, farzandlarimiz, bolalarimiz butun davlat va prezidentimiz e'tiborida. Chunki bironta qaror yoki farmonlari yo'qki, mana shu xotin-qizlarga yoki farzandlarimizga e'tibor bermagan bironta qarori yo'q. Hammasida juda ham e'tiborli. Kuni kecha Jizzax viloyatiga bo'lgan tashriflarida ham prezidentimizda shunday so'z aytdiki, bironta xotin-qizlarimizni ko'zidan bir tomchi yosh oqmasin dedi. Buning uchun hammamiz o'sha oldini olish uchun barcha imkoniyatlar bor. Lekin o'sha imkoniyatlardan foydalanish uchun baribir mahallaga borib taqaladi hamma narsa. Hammamiz mahallaga tushib, mahalladagi yettilik bilan birgalikda hammamiz bilamiz mahallada kimda oilasida zo'ravonlik bo'ladi, qaysi oila nosog'lom, qaysi oila yaxshi, o'shalarni tizimli tushunib bilganligimiz uchun o'sha xotin-qizlarga, o'sha zo'ravonga uchraydigan xotin-qizlarga ham hammamiz birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, hamkorlikda ish olib borsak, hamkorlikda ish olib borib, birgalikda yordam berishimiz kerak. Hammada qaysi kasbga o'rganaman desa hamma imkoniyatlar bor. Faqat bularni jalb qilish kerak, ular bilan qisqasi qo'llab-quvvatlashimiz shug'ullanish kerak, qo'llab-quvvatlab. Raqamli zo'ravonlikka chek qo'yish uchun bizda kompleks ish tizimini tashkil qilish menimcha yaxshigina natija beradi. Aniq qonunlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning professional faoliyati, sud himoyasining tezkorligi va eng muhimi zo'ravonlikka nisbatan mutlaqo bemunosabatda bo'lmasligimiz kerak. Ya'ni har birimiz loqaydlikdan voz kechib, aynan mana shu holatlarga shaxsan aloqadorman degan hissiyot
hayot bilan yashashimiz va biz ham ulardan xabardor bo'lib borishimiz kerak ekan. Ishonamanki, biz birgalikda raqamli makonni, ayniqsa ayollar uchun xatar emas, balki imkoniyatlar manbai bo'lgan maydonga aylantira olamiz deb bugun davlatimiz rahbari ham ko'p bora o'z fikrlarida ta'kidlab o'tyapti. O'ylaymizki, bu borada olib borayotgan ishlarimiz albatta o'z samarasini beradi va biz bu borada yaxshi natijalarga erishish uchun hamkorlikda faoliyatimizda davom etamiz. Yana bir bor studiyamizga xush kelibsiz. Bu Jizzax viloyat teleradio kanalining munozara maydoni ko'rsatuvi edi. Bizni kuzatib boring. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ham barchamizning e'tibor markazimizda bo'lib turgan mavzularda birgalikda fikr mulohazalar yuritamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.